alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Marg'ilondagi Asamagra texnikalar do'konimizda akalar yangi turda mishalkalarimiz yetib kelgan. Hozir ularni qisqacha obzorini qilib o'tamiz. Videoni oxirigacha kuzatib borasizlar. Video boshlashimiz oldida kanalimizga like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar. Xo'p, bu birinchi mishalkamiz rekord firmasiga tegishli bo'lib, 180 litrli mishalkasi bo'ladi ekan. Motorlari 800 vatli original motorlar bilan jihozlangan. O'sha materiallari ham qalin materiallarni. İkinci mishalkamizdan Otosh rekord firmaniki bo'ladi. Faqat bunisi 220 litrli variant. Motorlarning quvvatlari 1200 vatli bo'ladi. Motorlar Nissan motkali motor. Shestinalari ham temirli original shestinalardan bo'ladi. Xo'p aka, keyingi mishalkamiz Ebimax firmasiniki bo'ladi. Ebimax firmasiga tegishli. Materiallarni ham qalin materiallardan temir shestinalardan jihozlangan. Motorlar buniki 850 vatli motordan jihozlangan. 180 litrli varianti bor. Keyingi mishalkamizga o'tadigan bo'lsa, keyingi mishalkamizdan Otosh Ebimax firmasiga tegishli 200 litrli mishalkasi bo'ladi. Motorlarning quvvati 850 vatt buniki yog'iladi. Temir shestinali garantiyalarga beriladi. Motorlar Nissan motkali motor. Otosh Ebimax firmasiga tegishli mishalkamizda 220 litrli varianti. 850 vatli bo'ladi. Ko'rishingiz materiallari ham qalin materiallar bilan ishlangan. Shestinalari ham temir shestinali bo'ladi. Keyingi mishalkamizda akalar Rolls firmasiga tegishli Germaniya texnologiya bo'ladi. Buni shestinalari ko'rishingiz tekis karatli shestinalar bilan jihozlangan. Materiallari o'ta qalin materiallardan. Motorlarni ko'rishingiz, motorlari ham Nissan motkali motorlar bilan jihozlangan. 180 litrli 850 vatli motor. Keyingisi xuddi shu Rolls firmaniki 210 litrligi bo'ladi. Ham o'shaniki. Motorlari 1000 vatli motor bo'ladi. Nissan motkali. Materiallari qalin qilib ishlangan bo'ladi. O'shaniki. Kimga shu mishalkalarimiz narxlari qiziq bo'lsa, bemalol pastda qoldirilgan nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Marg'ilon Kombinat bozori bo'ladi. O'shaniki. Orientirimiz shu Gilamla markazining to'g'risida magazinimiz. Videoni oxirigacha kuzatgan bo'lsalaring hammalarga kattakon rahmat.